Ushbu retseptni sir asrorlari berkitilmagan holatda sizlar uchun profilimga joylab qo'yibman. Bu bo'g'irsoq uchun mol yog'i, o'simlik yog'i va margarin solib yaxshilab eritib olamiz. Ustidan suv va tuz qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi alohida idishga unga droji solib yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Ustidan suyuq massani solib qo'lga yopishmaydigan o'rtacha yumshoqlikdagi xamir horib olamiz. Bor yo'g'i 5 minutdan setadi. Undan uzoqqa tindirmaylik, bo'lmasam xamir oshib ketib qolishi mumkin. 5 minut tingandan keyin katta ko'rinishda yupqa qilib ochib olamiz. Orasiga yog'li aralashmadan solib yaxshilab bir xil qilib surib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda tortib o'rab, o'rtasidan kesib olamiz. Kesilgandan so'ng 5-6 sm qattalikda kesib olib, har birini lentalarga bo'lib chiqamiz va xuddi shu ko'rinishda burab olamiz. Qizib qovurdan tushgan yog'ga birin-ketin bo'g'irsoqlarni solib olamiz. Olovni juda ham past qilib qovuringlar, baland qovursanglar usti qizarib, o'rtasi xom bo'lib qolishi mumkin. Har doimgidek chakchaklarga qilinadigan siropni tayyorlab olamiz. Samara Food asalari bilan yana ham mazali bo'lib chiqadi. Har birini xuddi shu uslubda siropga botirib olamiz. Sirop tayyorlanishi profilimda bor.